Tez-tez hojatga chiqish, kechalari uyqusizlik. Bu prostata bilan bog'liq muammo va bu sizning ishonchingiizga ham ta'sir qiladi. Ammo bizda yechim bor. Lidos tabiiy tarkibga ega, halol va ishonchli mahsulot. Prostata muammolarini yengillashtirishga, erkaklar jinsiy faolligini oshirishga yordam beradi va kundalik hayotda o'zingizni yengil hamda ishonchli his qilishingizga ko'maklashadi. Lidos, siz ham kechiktirmang. Hozir qo'ng'iroq qiling. Kod 70li 018 94 55. Assalomu alaykum. Hofiz etibdilar. Va alaykum assalom o'tiring. Aytib edik. Bu sizniki tormi? Yo'q, meniki rubob. Hofiz, muzdek kompot ketadimi? Ustozimiz etibdilar. Hofizga muzdek kompot ichmoq zarardir, tomog'ining sviyaskasi keturmish. Hofiz, qaynagan suv ketadimi? Yo'q. Ustozimiz etibdilar, qaynagan suv ham tomog'ining sviyaskasini ketkazishmish. Hofiz, bundan ketar ha? Ustozimiz bunga indamaganlar. Bundan ketadi 50-50 bo'lsa. Gazak ketami? Sizniki gazakmi? Sizniki gazak. Buni ichida yutuq bor emish. Buning uchundan omadli odamga $5 chiqadi. Undan tashqari iPhone telefon yutib olish imkoniyati bor. Bu O'zbekistonda, Qirg'izistonda, Qoraqalpog'istonda, Turkmanistonda sotilayotir. Ming bor uzr. Ustozimiz etibdilar, semishga chaqqan hofizning tomog'i qichib, sviyaskasi ketilmish. Ey hofiz, ko'p jirillama qo'shig'ingni ayt. Siydam olaymi? Uyindiringcham qolib ketibdi. Bitta gazak donasidan bering. Ma. Hoz bo'yindan chelang aman. Yig'ishtir qo'shig'ingni. Shu ham qo'shiq aytish bo'ldimi? Mo'lam aytadi uni. Semishkalar avvaliga ellik qo'ying. Kompotdan qo'ying. Ustozlar hech narsa demaydimi? Ustozlar aytaveradi. Nima bo'ladi? Yomon bo'ladi. Ko'ryaptim men ustoz.